Xo'sh, darsimiz oxirlab qoldi. Moliya bozorining o'zini oxiri kredit bozoriga to'xtalsak, kredit bozori tadbirkorlar kreditini qarzga sotib olib, tadbirkorlar kreditni sotib olgan qarzga uni kapital sifatida ishga qo'yadilar. Bozordan kapitalni jalb etishning yana bir shakli bu aksiya, obligatsiya va sertifikatlarni ishlab chiqarish, sotishdir. Endi tushuntirsam, bu aksiya, obligatsiya va sertifikatlar qimmatli qog'ozlar bozori. Aksiyada endi korxonaning aksiyalarini o'zini endi hozir sotib olsangiz ham o'sha yil davomida aksiyalar soni qancha bo'lsa o'sha davomida berib boradi sizga. Endi aksiyalarni chiqargan shaxs emitent deb ataladi. Emitent. U emitent bo'lsa sizga aksiyalarni sotyapti, albatta. Investor sotib olyapti. Siz agar aksiyalarni, obligatsiya va sertifikatlarni sotib olsangiz, bu investor xaridor hisoblanadi. O'sha joyga yaxshi e'tibor berasizlar. Investor va emitentlar o'rtasidagi farq. Demak, kredit bozorini tijorat banklari, kredit shirkatlari va ulardan qarz oluvchi mijozlar tashkil etsa, qimmatli qog'ozlar bozorini fond birjalaridan, ulardan boshqa oldi-sotdi bo'lgan qog'ozlarni saqlovchi depozit tariyalaridan iboratdir. Endi bu sal murakkabroq sistema, ya'ni aksiya, obligatsiyalarni sotib olish. Demak, oxirgi turi moliya bozorining pul bozori. Pul bozorining uchinchi o'ziga xos turi bu valyuta bozori. Moliya bozori, moliya pul tushunamiz. O'shaning uchinchi turi bu valyuta bozoridir. Bu bozorda turli mamlakatlarning milliy puli, valyutasi oldi-sotdi qilinadi. Endi sizga tushuntirsam, bu oldi-sotdi ko'pincha davlatlar o'rtasida deyilyapti, endi bankda ko'ra qiladi. Siz qo'lingizda masalan 1 million hozir dollar kursi qancha bilmadim, lekin tasavvur qilaylik, bir dollaringiz 11.200 so'm desak, agar sizning qo'lingizda 1.120 so'm pulingiz bo'lsa, sizga 100 dollar pul beriladi. Ya'ni siz valyutani sotib olyapsiz, bank sizga valyutani sotyapti. O'sha narsa bu valyuta bozori hisoblanadi. Moliya bozorining. Demak, shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun bozor mavzusi o'z nihoyasiga yetdi desak adashmagan bo'lamiz, lekin keyingi darslarda albatta bozorga to'xtalamiz, chunki bozorning juda katta mavzu bu mavzu. Sal bo'lib o'tiladi. Qisqa mana berib o'taman. Xo'sh. Avvalambor sizlarning shuncha vaqt ajratayotganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.